kurtkam ichida pistolet bor. Tez hamma pulingni chiqar. Hamma pulingni ber. Voy. Hech nimaga ulanmaganmi bu naushniki? Qulog'im so'qatmaydi-da. Ha, bo'pti, pul ber, tez. Pul? Ha? Hozir beraman. Ushlab turing. Qaniymi? Yeb oling. Sumkangni tutma o'tgan safar bir tiyin ham chiqmadi. Cho'nchagingni qara. Cho'nchagingda nimadir chiqib qoladi. Chiqadi. Kashlagim bor. Chiroylimi? Ha, zo'r ekan. Tez ichini och, nima qilaman chiroyliligini. Hozir. Yordam 4000 puli bor ichida. Beraymi? Anta karta ko'rdim, o'shani ol. Karta bor ekan. Karta ham bor. Nech puli bor? Nech puli bor buni ichida? Buni ichida 2000 puli bor. Mana 4000, 6000 bo'ladi shunda sizda pulingiz. 6000? Voy, o'tib ketdi. Ha. 6000. To'xtang, xohlasangiz menda telefonim bor. Mana. Bu-chi qimmat telefon. 10 yil oldin qimmat bo'lgan telefon bu. 100 ming ham turmaydi-ku hozir bu. Nima qilibdi? 106 ming bo'ladi shunda sizda. Просто men studentman-da, hali stipendiyam tushmadi. Ichiga stipendiyam tushsa, men sizga borib beraymi kartamni? Ha, 800 ming tashlab berdim bunga. Nima? Ma. 800 ming nima qilaman? Ma, preni. Bu-chi? Rus tilini. Nima olasizmi? Rus tilini o'rganasan, xudo xolasa. Yaxshi kadr bo'lib yetishsan, ko'p pul topasan. Lekin men o'g'irlikka kelaman. Bu investitsiya deb qabul qil. Bo'ldi. Seni orqamdan kelma.